Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Azizlar, do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. O'zbek tili milliy kunining 29-mizon sanasida nishonlanishi bejiz emas. Bu sana Afg'oniston o'zbeklarini butun dunyo o'zbeklari, ayniqsa yon qo'shnimiz O'zbekiston Jumhuriyati bilan yaqinlashtirishga xizmat qiladi, chunki O'zbek tili bayrami turli o'lkalarda yashovchi o'zbeklar tomonidan ayni shu kuni 29-mizon yoxud 21-oktyabrda nishonlanadi. Bu kun O'zbek tilining mamlakat milliy taqvimidan o'rin olgan tarixiy sana hisoblanadi. Shu bois Afg'oniston va boshqa mamlakatlardagi o'zbek jamoalari uchun bu kun milliy o'zlikni, tilni, madaniyatni qadrlash ramziga aylangan. O'zbeklar dunyoning qaysi o'lkasida yashashidan qat'iy nazar, ularning tili, til gramari, til tarixi va til bayrami mushtarakdir. Chunki o'zbek tili o'zbekning tarixi, madaniyati, tafakkuri va ularning ichki sesi hisoblanadi. Afg'onistonda o'zbeklar asrlar davomida o'z tili, madaniyatini saqlab kelgan. 29-mizon kuni ularning milliy o'zligini anglash, birlik va g'urur tuyg'usini mustahkamlashga yordam beradi. Bu nafaqat tildagi, balki tarixdagi, madaniyatdagi, adabiyotdagi o'zligimizni eslatadi. Balki bu sana Afg'oniston, O'zbekiston va butun turkiy dunyo o'rtasida ma'naviy ko'prik vazifasini bajaradi. Bu kun 2020-yil 29-mizonda birinchi bor Afg'oniston Jumhurlik riyosati argida nishonlandi. Ayni paytda mamlakatning qator viloyatlari, jumladan Foryob, Javzujon, Balx, Sarpul, Taxxor, Badaxshon, Samangon, Hirot, Nimruz, Bag'lon, Qunduz va Uruzgon viloyatlarida faol tarzda bu tadbir o'tkazildi. Mana 5 yildirki xalq bayramiga aylanib qolgan bu tadbir Afg'onistondan tashqari Turkiya, Eron, Pokiston va Yevropa mamlakatlari kabi turli o'lkalarda hamon davom etib kelmoqda. Til bayramida o'zbek tilida she'rxonlik kechalari, madaniy chiqishlar, ilmiy anjumanlar, yoshlar o'rtasida yozish tanlovlari, qo'l san'ati, milliy kiyimlar, shuningdek milliy taomlar va dehqonchilik mahsulotlari ko'rgazmalarini tashkil etish yo'lga qo'yilgan va shunday bo'lib kelmoqda. Shuningdek, chet elda yashayotgan o'zbek ziyolilari ham onlayn dasturlar orqali bu kunni nishonlab xalqaro e'tiborini jalb etib kelmoqdalar. O'zbek tilini o'qish va rivojlantirish, ya'ni o'qitish va rivojlantirishdagi asosiy muammolar nimadan iborat degan savol hammamizda bo'lishi kerak. Mening fikrimcha eng katta muammo bu o'zbek tilidagi o'quv qo'llanmalar, darsliklar va o'qituvchilar malakasining yetishmasligidadir. Shuningdek, ta'lim tizimida o'zbek maktablarining soni kamayib borayotgani, ayrim joylarda ularning to'liq moliyaviy ta'minlanmasligi ham til rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Afsuski, ko'p hollarda o'zbek tilida so'zlashuvchi yurtdoshlarimizning o'zlari ham kundalik hayotda ona tildan to'liq foydalanmaydilar. Bu til rivojiga to'sqin bo'layotgan holatlardan biridir. Xo'sh, shunday holatda ona tilini qanday himoya qilish mumkin? Buning eng samarali yo'li ta'lim, madaniyat va oilaviy muhitda tilni faol qo'llashdir. Har bir ziyoli o'z asarini, maqolasini, she'rini, nutqini ona tilda ifoda etsa, bu katta himoya bo'ladi. Shuningdek, internetda o'zbek tilida sahifalar ochish, bolalarga ona tili darslarini berish va madaniy tadbirlarni davom ettirish ham juda muhim. Agar biz o'z tilimizga ishonmasak, boshqalar bizga qanday hurmat bilan qaraydi? Til faqat darsliklarda emas. Ta'kidlayman, til faqat darsliklarda emas.
oila davrasida, mahallada, do'stlar suhbati va bolalarning ertaklarida yashashi kerak. O'zbek tilini kuchaytirish uchun lo'nda qilib aytganda, birinchidan Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi madaniy hamkorlikni kengaytirish lozim. Ikkinchidan esa o'zbek tilidagi ta'lim va ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash kerak. Va nihoyat uchinchidan, yoshlar uchun o'zbek tilida elektron darsliklar, lug'atlar va mobil alovalar, ya'ni barnomai mobil yaratilsa, bu tilning istiqbolini mustahkamlaydi. Afg'onistondagi o'zbek tilining kelajagi haqida men ijobiy fikrdaman. Chunki tarix shuni ko'rsatadiki, o'zbek tili bu yurtda asrlar davomida bosimlarga qaramay yashab kelgan. Bugun esa axborot texnologiyalari, onlayn ta'lim va madaniy almashinuvlar tufayli bu tilning kelajagi yanada porloq. Agar davlat siyosati va xalq irodasi bir yo'nalishda harakat qilsa, menimcha o'zbek tili nafaqat saqlanadi, balki rivojlanadi ham. Chunki bu til Alisher Navoiy, Mahmud Koshg'ariy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abu Rayhon Biruniy kabi yuzlab buyuk allomalar tili. Shunday ekan, eng avvalo har kim o'z tilini sevishi kerak. Ona tili bu millat ruhi. Yoshlar o'zbek tilida o'qisin, yozsin, fikrlasin. O'qituvchilar esa darsda faqat gramarni emas, balki tilning ruhini, adabiyot, musiqiy ohang va tarixini ham o'rgatsinlar. Shundagina til jonli, xalq esa bir butun bo'ladi. Tilning o'sishi majburlash bilan emas, ta'kidlayman, tilni o'sishi majburlash yo'li bilan emas, balki mehr va tabiiy e'tirof orqali yuz beradi. Biz tildan foydalansak, unga mehr bersak, u yashaydi. Til yurakdan chiqqan ses, uni asrash esa yurakni asrash bilan tengdir. Afg'oniston o'zbeklari tilini raqamlashtirish, ya'ni digitallashtirish va sun'iy aql, ya'ni hush masnaviy sohasida biz Janubiy o'zbek tili uchun mashin tarjimasi bo'yicha yangi resurs, ya'ni manbalarni taqdim etdik. Ular orasida 997 ta gapdan iborat Flaris Plus, ya'ni ko'p tilli mashin tarjimasi tizimlarini baholash uchun yaratilgan manbalar va internetdan olingan 39.994 ta parallel, ya'ni mavozi xalqaro test to'plami, sinov to'plami, lug'at, adabiy gaplar hamda nozik sozlangan NLLB 200, ya'ni hech bir til e'tibordan chetda qolmagan 200 tilni qamrab oluvchi loyiha Lutfi modeli vujudga keltirdik. Shuningdek, biz arab yozuvidagi yarim bo'sh joy, ya'ni hab space belgilarini tiklashga yordam beruvchi keyingi ishlov berish usulini taklif etdik. Bu usul morfologik chegaralarni, ya'ni so'z qo'shimchalari o'rnini to'g'ri aniqlashni yaxshilaydi. Barcha ma'lumotlar to'plamlari, modellar va vositalar uchun o'sha ochiq holda e'lon qilinib, deylik, janubiy o'zbek tili va boshqa kam resursli, kam manbali tillar bo'yicha kelajakdagi tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlashga mo'ljallangan bu. Biz 2025-yilda bu ishni amalga oshirishga kirishdik va noyabr oyida Chinning Suzhou shahrida o'tkaziladigan xalqaro konferensda o'zbek tilidagi bo'shliqni to'ldirish, ya'ni janubiy o'zbek tili uchun tarjima vositalarini yaratish sarlavhali sun'iy aql va til texnologiya sohasida amaliy ish bilan qatnashamiz. Ushbu ilmiy ishimiz Afg'onistonda so'zlashadigan janubiy o'zbek tili uchun mavozi korpuslar, ya'ni matnlar, so'zlar, nutq yozuvlarining katta to'plami va tarjima modellarini yaratishga bag'ishlangan. Azizlar,
Sizlarni ovora qilib qo'ygan bo'lsam uzr. Til bayrami yana bir bor barchangizga qutlug' bo'lsin. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.